Amir Temur nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasida o'qish istagida bo'lgan nomzodlar dastlabki test sinovlarida ishtirok etish uchun Bilim va malakalarni baholash agentligining veb-sayti orqali ro'yxatdan o'tishadi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, tizimdan oldin foydalangan talabgorlar ro'yxatdan o'tishi shart emas, kirish bo'limi orqali tizimga ulanish mumkin. Yangi ro'yxatdan o'tish uchun abituriyentning pasport ma'lumotlari va telefon raqami kerak bo'ladi. Talabgor pasport seriyasi va raqami, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqam kiritilgandan keyin parol kiritilgach arifmetik amal bajariladi va qonun talablari bilan tanishib chiqilgandan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Shundan keyin abituriyent kiritgan telefon raqamiga SMS keladi. Raqam tasdiqlangandan keyin nomzodning shaxsiy ma'lumotlari personallashtirish markazidan integratsiya orqali olib kelinadi. Nomzod doimiy yashash manzilini kiritgandan keyin xizmatlar bo'limidan Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi bo'limini tanlaydi va xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Abituriyent ariza to'ldirishga kirganda nizom talablari bilan to'liq tanishib chiqishi kerak. Tanishib bo'lgach, nomzod so'ralgan ma'lumotlarni kiritadi. Test topshirish hududi, test topshirish tili hamda test topshiradigan chet tilini tanlaydi. Agar nomzod harbiy xizmatni o'tayotgan bo'lsa, ha yoki yo'q degan tugma bosiladi. Abituriyent so'ralgan ma'lumotlarni to'ldirib bo'lgandan keyin nizom talablari bilan tanishib chiqdim tugmasi bosiladi. Saqlash tugmasi orqali ariza yuboriladi. Agar nomzodda chet tili sertifikati mavjud bo'lsa, xalqaro sertifikat yuklash bo'limidan chet tili sertifikatini yuklash imkoniyati ochiladi. Test sinovlarida ishtirok etish uchun nomzodlardan bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravari miqdorda to'lov undiriladi. Taqdim etilgan invoice raqamga istalgan onlayn to'lov tizimlari orqali to'lovni amalga oshirish mumkin. To'lov amalga oshirilgandan keyin abituriyentning arizasi qabul qilinadi. Nomzodlar Amir Temur nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasiga bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha kunduzgi ta'lim shakliga o'qishga nomzodlarni saralab olish va qabul qilish to'g'risidagi nizom talablari bilan tanishib chiqishi hamda ularga rozilik berishi lozim.